Hoji aka nech puldan bo'ldi qo'chqorlar? Nech puldan bo'ldi? 76 ming so'mdan taroziga tortib berildi. 4 boshga. Hurmatli kuzatuvchilar. Nech kilo chiqdi общий vес, hoji aka? 393 kilo. 393 kilo, hurmatli kuzatuvchilar. Mana shunaqa qo'chqorlarni boqmasini boqib taroziga tortib bergani ham cho'chimasdan taroziga ham tortib beraverishni nasib qilsin, hurmatli kuzatuvchilar. Bittadan layklar bosib turamiz. 4 million so'mdan bo'lgan qo'chqorlarimiz, hurmatli kuzatuvchilar. 4 bosh. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Oltin Chorva kanali obunachilari, YouTube foydalanuvchilari, chorva sevar akalar, ukalar. Hafta kuniga payshanba 26-mart sanasidamiz, hurmatli kuzatuvchilar. Biz Andijon viloyati Asaka tumani O'zbekiston chorva bozoridamiz. Ko'rib turganinglardek bozorimiz anchagina gavjum bozor to'lgan. Bu ikkinchi videomiz bo'lyapti, hurmatli kuzatuvchilar. Oldingi videomizda yosh qo'chqorlar, ona bola qo'ylar, barra qo'ylar haqida video qilib ketdik. Endiga bu ikkinchi videomiz bo'lyapti. Xudo xolasa, tashqaridan turistlarga syomkasini boshlab olyapman. Xudo xolasa sizlarga endi naslli qo'ylar, boqma qo'chqorlar, ehsonbob qo'chqorlar haqida videolar qilib beraman, hurmatli kuzatuvchilar. Videolarimizni uzmasdan kuzatib, bittadan chiroyli layklarni bosib turamiz. Xudo xolasa sizlarga videomiz to'liq ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilaman. Agar taroziga yoki uyda naslli qo'chqorlarni sotadigan aka-ukalarimiz bo'lsa, bozorga olib chiqqan aka-ukalarimiz bo'lsa, ularning telefon raqamlarini olib sizlarga uzatib berishga harakat qilaman, yetkazib berishga harakat qilaman. Faqatgina sizlardan bittadan chiroylikgina like, podpiska. Hurmatli kuzatuvchilar, bizda Instagram kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Instagram kanalimizda dehqon akalarimizga yoki bitta ikkitalab uydan sotadigan aka-ukalarimizga Instagram va Telegram kanallarimizda sizlarga bemalol xonadoningizdan videolaringizni olib tekinga qo'yib beramiz, hurmatli kuzatuvchilar. Instagram tarmog'imizda Oltin Chorva, Telegramimizda ham esa Oltin Chorva nomlari bilan izlab topishingiz mumkin. Telefon raqamlarimiz 97 839 58 00 raqamlariga, Telegram manzillariga yozishingiz mumkin. Demak, biz videolarimizni boshladik. Hurmatli kuzatuvchilar, dehqonlardan so'ragan aka-ukalarimizga 2 bosh chiroyligidan, hurmatli kuzatuvchilar, dehqon qo'lidan ma'lumotlarni so'rab o'tib ketamiz akalarimizdan. Buni sizlardan emasmi? 2 bosh deb o'tganman. Mana 1 bosh. Yosh oilalari 10-11 oylik atrofida qo'chqorimiz, hurmatli kuzatuvchilar, bo'ylari 75-80 sm atrofida, hurmatli, taxminan. Nech pul baho aytasizlar, qo'raga? 6 millioncha kami bor. 6 millioncha kami bor. Bozor nech pul qildi? 7,5 qildi bozor. Shunaqalardan bo'lmaga yana qo'ramizda. Qo'ramizda bo'lmagan shunaqalardan. So'raganlarga telefon nomerlarini berib ketamizmi? Aytib qo'ying. 77 kodi bilan 103 30 44 raqamlariga aloqaga chiqamiz. Abdurahmon aka deb turib aloqaga chiqib, dehqonchilikdan soting aka deb so'raveramiz mana. Mana yana dehqon qo'lidan, hurmatli kuzatuvchilar. 2 bosh qo'chqorimiz, ma'nosi nima deyapti? O'zi chiroyli ekanda qo'chqorni ham qarang. Maşallah. Aka, qo'chqorlarimiz yosh oyligi qanaqadan aka? Yoshi 2 yashar bo'lgan yo'q. 2 yashar bo'lgan yo'q qo'chqorlarimiz. Bo'ylari 75-80 sm atrofida. Narxini nech puldan aytyapsiz bularni? Narxini 7 milliondan deb. 7 million so'mdan narx aytyapti, hurmatli kuzatuvchilar. Bozor nech pul qildi? Bitta odam kelib 5,5 beraman deb rosa qiynayapti, o'sha ham chiqarib. 5,5 million hisob beraman deb qiynayapti akamiz. Mashina chiqarib oling, ash gap. Bo'ldi, chiqdi. Aka, shunaqalardan bormi yana qo'chqorlarimizni? Telefon nomerlarini aytib keting unda. Yo'q, telefon nomer bermaymiz. Telefon nomer bera olamiz. Beni osh-tepasi taqib qo'yishadi, belgisi kelmayapti nomerini. 8 million 150 ming so'mga olingan qo'chqorimiz, hurmatli kuzatuvchilar.
Mana qo'chqonlarda assortimentidan so'ragan aka-ukalarimizga shunaqangi chiroylilaridan, mana qo'chqorning gullaridan hurmatli kuzatuvchilar. Qaling, bular nima deyapti? Sizlar izlaganidan bo'lsa bittadan layklarni bosib turamiz. Akamizdan bitta ma'lumotlarni so'rab o'tamiz, xudo xolasa. Yoshroqlaridan deganiga yoshroq variantida. Ko'zi ham beravering. Kattaroqlaridan deganiga narigi tarafdagi kattalari. Yoshliklari kichkinasiga shular hurmatli kuzatuvchilar. Aka charchamayapsizlarmi? Salomatmisizlar? Rahmat aka, Alloh. Qo'chqorimiz boshqacha bunnilari ham, garbanoslardan. Qirg'iziston paroda qo'chqorimiz, a? O'zi qo'chqonlar. Bularni yosh oyligi necha pul? Qanaqada aka? Oqlariniki. Ular ishcha ekan. Endi tish buzishga kelgan qo'chqonlarimiz, a? Nargilari ham sizlardanmi qo'ralar? Ular ham shunaqa, ha? O'zi ular. O'zi. Bularchi? Bu uchovi qo'zi bular ham. 4 yashar. Bunisi 4 yashar mana. Qolganlari yoshlik qanaqa? Qo'zi ular hammasi. Ular ham qo'zida. Aylantirib ko'rsatay, hurmatli kuzatuvchilar. Mashalloh deb turib bittadan layklarni bosib qo'yib turamiz, hurmatli kuzatuvchilar. Shunaqangilardan boqish nasib qilsin deb oyoqlariga e'tibor berib qo'yamiz, hurmatli kuzatuvchilar. Aka, tish buzishga kelganlarga necha puldan baho aytamiz narigi tarafdagilarga? 5 dan kami bor. Narigi uchovi 5 dan kami bor, a? Bitta 4,5 million. Eng oxiridagi 4,5 million so'm. Bularichi? Ular 8 dan kami. Mana bu oqlarga birinchi. Ularga 6 dan kami. Bularga oqlarga 6 million so'mdan kami bor. Arashan. Arashanlaridan. Bularigacha endi kattalariga aka. 8 dan kami bor. Bular 8 dan kami. Boshqa 3 dan 90 plus bular. 90 plusda bo'ladi. Mana shu uchoviga, qolganlarigacha o'rnargilariga. 5,5 dan kami. 5,5 million so'mdan kami xayri bor. Zo'r. Telefon nomerlarini aytib ketaylik. 93 93 kodi bilan 781 781 41 eshik asaka. 41 40. Asakada xudo xolasa. Qo'y uzilmaydi. Anjarli akalarimiz erinmasdan kelaveramiz, lokatsiyalarni tashab beradi akamiz, aloqaga chiqamiz. Shunaqangi akamiz ko'p bozorlarda kuzataman. 65 kilo. Boqma qo'chqonlar chiroylilardan ushlab turadi. Aloqaga chiqib kelaveramiz. Bunaqa assortimentlar nima deyapti? Bo'y basti ham bir xil. Kilo vazni ham bir xil menimcha. Hurmatli kuzatuvchilar, 6 bosh. Akamizdan ma'lumotlarni so'rab ketamiz. Va xolasa siz izlaganidan hurmatli kuzatuvchi bittadan laykni bosib turamiz. Aka charchamayapsizmi? Salomatmisiz? Qo'chqorda assortimentidan yig'ib qo'yibsiz-ku. Yoshliklari qanaqadan bulardi? Yoshliklari 2 yasharga to'lmagan ashtaqa. Aralash. 2 yasharga to'lgani ham. 2 yasharga to'lgani ham, 4 yasharga to'lgani ham bor, a? 3 yashar atrofidagisi ham bor, hurmatli kuzatuvchilar. Quloqlariga e'tibor berib qo'yamiz. Butunidan, chiroylisidan. Ehsonbobga desangiz, ehsonbobidan-da, hurmatli kuzatuvchilar. Aka, pullarini aytib keting bir chekkadan, qanaqa bo'ladi bularniki? 6,5 million kami bor. Standart 6,5 million so'mdan kam xayri bor. So'raganlarga yana to'g'ri beraveramiz, a? So'y berish xizmatlarimiz-chi? Xizmatlarimiz yo'q, dastavkasi desa Dastavkasini qilib beramiz, so'y berish xizmatlarimiz yo'q. Hurmatli kuzatuvchilar. Telefon raqamlarini aytib keting qo'raga. 93lik 440 2211 raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Shunaqangi qo'chqonlardan izlagan aka-ukalarimiz. Xudo xolasa olib borib, bunaqalaridan qo'ylarimizga qo'shgani ham juda chiroyli variantlar. oldim. Ayollarga e'tibor beramiz, hurmatli kuzatuvchilar. Bitta Mashalloh. Shunaqa chiroyli qilib boqib, akkuratli boqib olib chiqishni nasib qilsa hammamizga. Akamiz o'zi ham bitta yig'ibdi bozorda. Oldini olay deganda, qorasidan deganiga qorasidan, sarig'idan deganiga sarig'idan. Ko'k qo'chqor izlaganga ko'k qo'chqoridan ekan mana hurmatli kuzatuvchilar. Kashtan svet deganiga kashtan svetidan mana hurmatli kuzatuvchilar. Aka nima qildingiz bu bozorda? Bitta yig'ib olib chiqibsiz aka. Zo'r chiroylilardan olib chiqibsiz aka. Yoshliklari qanaqadan qo'chqorlarimiz aka? Jiri bor ekan. 2 yoshdan tish buzmaganlari ham bor hali mana. Qo'zilari ham bor, qo'z tishdagilari ham. Hurmatli kuzatuvchilar. Narxlarini nech puldan aytyapsiz?
6 million so'mdan kam xayri bor. Hurmatli izleyiciler. Ayoqlarga e'tibor beramiz. Quloqlari shunaqa birkalarda turganlar mana. Quloqlar butunlaridan mana. Biz obunachilarga chiqqanlarga nech puldan berib beramiz aka? 5,5 dan kam xayrini qilib beriladi. Dastavkalari-chi? Dastavkalarni kelishamiz, xudo xolasa. Telefon nomerlarini aytib keting. 91 kodi bilan 400 93 07 26 raqamlariga akamizga aloqaga chiqasizlar. Faqat Qo'chqor ishlagan ukalarimiz. 50 ming, 55 ming, 60 ming bor. Qo'zilarda Edilbaydan baqaman deganlar. Sorisdan baqaman deganlar. Qo'zilarda naslligidan-da, hurmatli kuzatuvchilar, nima deyapti? Akalarimizdan ma'lumotlarni olib ketamiz, bittadan layklar bosib turamiz. Aka, charchab olmayapsizlarmi o'zinglar? Aka, bu Edilbaylarning yosh oyligi qanaqadan bularki? Ashe 5 oy bilan zo'r atrofi. 5 oy to'ra atrofi. Sorilarchi aka? Stollarga 5 oy to'ra atrofida. Qayerdan olib keldilar bunaqa chiroylilardan aka? Qirg'izistondan olib kelingan qo'ylarimiz. Общий beda 10 bosh. Yana izlaganlarga bormi aka? Qo'rqmasdan aloqaga chiqorsinmi? Nech puldan qilib beramiz aka bularni? 4dan bitta ozgina yo'li bor. 4dan deyapmiz, ozgina kam xayri bor. Bitta yerga olgan yerga nima qilamiz aka? Qanaqa qilib beramiz? 3 million 700 dan bermadim, 10 tasi. 3 million 700 ming 10 tasini berilmadi. Ustiga yursa beramiz ha? Gapi. Telefon nomerlarini aytib ketamiz aka. 93lik 277 70 79. Manzilimiz Namangan shahar. Lokatsiyalar tashab beradi. Xudo xolasa ustiga borib bitta tanlab olaman deganga nima qilamiz aka? Zero. Kelishamiz. Bitta tanlab olaman degan nech puldan qilib beramiz aka? Yo'lda qilib beriladi, kelishamiz. Yo'lda. Bo'ldi, gapi. Aloqaga chiqasizlar, manzillar so'raganlarga lokatsiya tashab beriladi. Hurmatli kuzatuvchilar, xudo xolasa shunaqa chiroylilaridan, shampanlaridan, Edilbaylaridan, So'rlardan baqaman degan akalarimiz, akalarimizga aloqaga chiqamiz. Qo'chqorlarimizning naslligi, yoppa dumbasiligi. Oyoqlarini, ustlariga, yelkalariga e'tibor beramiz. Dumbalar razrezlariga. Hurmatli kuzatuvchilar, shunaqangi baquvvatlaridan boqish nasib qilsin. Akalarimizdan ma'lumotlarni so'rab ketamiz, hurmatli kuzatuvchilar. Akalarimiz tanlab olyapti. Charchamayapsiz, salomatmisiz? Qo'chqorlar yosh oyligi qanaqadan? Yosh 4 ta 2 ta aka. Yoshlari 4 tish, 2 tishdan qo'chqorlarimiz. Akamiz savdo qilyapti. Akamiz dehqondan, akalarimiz savdo qilyapti. Qo'chqor bozorida sheyxlari mana shu yerda savdosi qattiq bo'lyapti, xudo xolasa. Aka, nech puldan so'radingiz? Bor aka, nech puldan so'radingiz? Salomatmisiz? Taloziga 80 ming so'mdan so'rashdi. 4 tish, 2 tishdan qo'chqorlarimiz. Qaysi biriga bo'lyapti akalar savdo? Uchoviga-mi? Nech pul bo'lyapti uchoviga? 100 ming kam? 9 deyapti. Bu yoq 18 million 900 deyapti. 100 ming talashishyapti. 100 mingning ustida talashib qolindi mana yerda aka, lekin bu xolasa qo'ylarimiz ham chiroyli. Nech pul dedingiz akasi? 30 ming Razrezlari-yu, oyoqlariga e'tibor beramiz. Yoppa dummasdan ekan. Men ham buzmasdim. Men ham buzmasdim. Seryozni. Bu bozor bu. Mayli, men ham buzmasdim. Direktor odam yo'q. Aka javob ishlaysiz. Bir bilan birlashamiz. Qayersinda? Men diniy xizmatdaman. Turibchi, italaman demiz, nima alayim mana uni. 200 ming gapirdimi, og'ayni. 200 emas, 100 bo'lyapti. Akamiz ko'tardi. 100 ming so'm o'tlaring deyapti. Aka,
10 ming so'm demang, uni demang. Akamiz ham foydalanishga umid olsin. Foydasini qilsa akamiz. Deyman, gapni ochib. Mana. Qo'l bola emasman deysan, aka. Mana aka, gap. Yo, uni qattiq olmang. Aka menda oxirini so'radimi? Bo'ldi aka. Men oxirini aytdim, oldimga kesib. Bo'lmasa 19.5 deb turadi. 19.5 Kelishuvchi savdoga olib chiqaring. Nima bo'ldi? O'g'li turibdi. Buyog'am aytyapti. Aka ko'ta og'rib ketyapman, shu bo'ladi, beravering. Nech puldan olib chiqdingiz o'zi? Men aka 5,5 milliondan so'radim, bir so'raganda. Bir so'raganda 5,5 milliondan so'rayman mana. 6,5 dan nega ber? Nodir Bey, nima ismi? 18 million 900 mingga yurmayapti savdo. 100 mingdan so'm ikkovsining o'rtasida tafovut turibdi. Hurmatli kuzatuvchilar, qani bozorimizni kuzatamiz. Akalarimiz Devo zavodda ishlaydigan akalar smendan chiqib bozorga keldim deyapti. Akalarimiz ham zavodda ishlaydigan akalar. Smenlarda dejurda turib chiqib boqqanman men qo'chqorim. Oxiri 19 million. Oxirini so'radi, oxirini aytdim men. 19 million so'm. Undan kamiga 1 tiyin kamiga berilmaydi deyapti. Ya hozir bitta narsa kelishtirdik deyapti. Oxirini aytgan aka degan ekan, oxirini aytib qo'yibdi akamiz ham. Akamiz 19 million so'm qo'yadi, boshqa akamiz endi 19 million so'm sotaman deb qo'ygan, lazim qo'ygan ekan Aka akamiz. 19 millionga oldim desa, siz songa 100 ming qaytarib olmaysiz. Lazim men deyapti. O'g'il bo'laman-da men aka, bo'lsa lazimga sotaman. 19 million so'mga bo'ldi barakasi. 3 bosh qo'chqorimiz. Aka, qo'chqorlarimiz yosh oyligi qanaqa edi? Ular aka, o'zim bo'laman, mana 3 kurak. Bunisi 3 kurak. Ikkovi qo'zi. Qo'zi tishda hurmatli kuzatuvchilar. Aka 3 toza. Bo'ldi barakasi akalar. Barakasi bo'ldi. Nasib qilsin egalardan like'lar bosib turamiz. Hurmatli kuzatuvchilar. Bu qo'chqorlarimiz nima deyapti, hurmatli kuzatuvchilar? Inshaalloh qadam like'lar bosib turamiz. Tomimizdan ma'lumotlarni olamiz hozir. 3 bosh. Shunaqangi olib parodasidan, olib pakistan so'raganlarga. Boshda charchab bo'lmayapsizmi? Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Charchamang. Siz? Rahmat. Yana chiroylilardan ushyapsiz, Hoji ha? Chiroyli bo'ladi-yu. Havaslarimizga yegizdirib yuboryapsiz, Hoji buva. Akalarimiz ham like'larni bosib yotibdi, men havas qilib. Yosh oyliklari qanaqada Hoji buva bulardi? Bu ikkovi? Bu endi tish yoryapti, yopmadimmi? Bu 4 tishga. Bunisi 2 tishga. Nima deysiz? Oyoqlari chiroyligida. Narxlari nech puldan Hoji buva? Ularda 7 kami bor, 6,5 ga yaqin pul berishyapti uchoviga. Uchoviga 6,5 dan pul berishyapti. 7 dan o'tib beraman deyapti Hoji buva mana. Yana qo'rada qoldimi shunaqalaridan? Zo'r. Telefon nomerlarini aytib keting Hoji buva. 33 kodi bilan 201 57 57. Ehson yaqin, Qurbon hayit yaqin, Xudo xolasa hurmatli kuzatuvchilar. Videolarimizni bugun ko'ryapsizmi? Ertaga ko'ryapsizmi? Qachon ko'rayotgan bo'lsangiz ham Hoji buvamga aloqaga chiqasiz. Shunaqangi boqma qo'chqorlar chiroylilardan ushlab turadi. Hurmatli kuzatuvchilar. Mana tavsiya hurmatli kuzatuvchilar. Bozorimizga bugun olib akkilardan narsa chiqibdi-da. Mana qarang. Bunisi nima deyapti? Qo'shuvlariga e'tibor berib qo'yamiz. Aka charchab bo'lmayapsizmi? Yosh oyligi qanaqa ekan qo'chqorda? 4 yashar. 4 yashar. Bo'ylari 85-90 atrofida. Hurmatli kuzatuvchilar. Narxini nech pul aytyapsiz, qora aka? Narximiz 6,5 million yopishtirib aytyapti. 6,5 million so'm yopishtirib aytilyapti. Mana. Like'larni bosib ham shunaqalardan boqishni chiroyli qilib. Ola bo'lib parodalardan boqish, ha? Shunaqangilaridan izlagan aka-ukalarimizga telefon nomerlarini aytib ketamiz. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Hurmatli kuzatuvchilar,
Nomerlarni 94 94 kodi bilan 877 ha 0303. raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Akamizda shunaqangi chiroylilardan bo'ladi. Shunaqa sifatlilaridan bo'ladi. Bas qism deganlardan laklar bosib qo'yamiz. Qora kelar charchamanglar. 1 2 3 4 5 6 Aka yo'q demang, Xudo Alloh bersin barakasini. Nayoqqa o'ting. U haldan beri o'ylanmayapmiz. Qaysi biriga bo'lyapti qoraga savdo? 5 tasiga pul sanashyapti. 5oviga ham bitta ketyapti savdo. Bitta ketdi. ish bitsin deb Eshiteyin, eshiteyin. Shunaqa Franklin, Benjamin Franklin. Benjamin Franklin. Nech pul bo'lyapti savdosi? 5200 ming. Savdoni 5oviga qilyapsizlarmi, bittasiga qilyapsizlarmi? Jang yakkama-yakka bo'ladi. Nargi Oltin chorva aka. oltin chorva. Assalomu alaykum. Aka, to'roviga sanab olyapsizmi pulni? Nech puldan ketdi ular? 5 million 5 million 200 ming so'mdan. To'rovi. Oltin chorva. Qashqasi, yoppa dumbasi, tikka dumbasi hammasiga 52 dan ketdi mana hurmatli kuzatuvchilar. Nima oldi? Bunisiki ham bitdimi? Ha, Amerikadan ate Benjamin akani olib kelishdagi bering endi. Chet eldan olib kelganman uni, chet eldan. Ha. Olishlar olgan pullari. Qara. Buniki yosh oyligi qanaqa aka? 2 yashar qo'shqorimiz. Oxirini nech pul qildinglar? 52 qilyapti. Nargilardan ko'ra kichik maydarog'i bu, ha? Monolardan ko'ra kichik yoqadi, lekin. Aka yomon bo'lmadi. 5 bu. Aka yarim so'rab qo'ygan uchunchi qo'shanmayapman to'g'risi. To'g'ri aka. Aka 10 kilodan keling aka. 5 kilodan to'g'risidan. Kilosi hozir bilganlar milyon bo'lsa men 50 million. Lekin barakasi bu beraman aka 5 million. 5 million beraymiz aka. Berdim deb qa. 5 million olyapti shunda. Gap olasizmi? Mahkam bo'lar endi, mahkamlik qilmang bunaqa qilib, bering akalarimizga. Akalarimiz ehsonga so'rashyapti. Qo'chqorni ehson qilamiz, so'yvoramiz deyapti, qurbonlikka. Bermagan buni aybi asli. Endi temirni sig'ida bos deydi kattalar. Aka bu Aka bilib turibsiz, bozorga olib. akani gapini oldim bo'pti mana. 53 ga chiqdi savdosi. 5 million so'm. 53 ga olaverasanmi? Qo'lini olib ketaman. Bunaqa yigitlar sozatdim, men uyimga xori choy qo'ydi, damlab berishim mumkin. Lekin xursandchilikka atrof hamma qarab turaveradi. Pattasida ham to'lay olmaydi. Ben ukam patta mendan amishga deyolmaydi. Patta nima 5 ming so'm javob berdi. Lekin yigirma ming chekyapti. 5 kilo kelsa ashula oladida. Benjamin aka. Benjamin.
O'zimiznikiga o'xshab to'kilib ketgan ekan aka sochlar. Yarim kilo go'sht beramiz. Hech bo'lmasa Besh pulda to'xtab turibdi. 5 million 300 ming so'mda. Ikkovi. Yo, bittasi. Allohdan so'rang, annasidan so'ramang, Allohdan so'rang. Bering aka. Yomon bo'lsa bu akamizga shunday yeridan bu aka 100 ming so'm, 150 ming so'mga qattiq Jumor tushmadimi? Editorga bermagan ekan. Mashinga olib borib qo'ydi. Aka bozor qalipiga soldimi? 5 million. Yo'q, qalibga soldimi? Aka 10 million olmaysizmi o'zingiz? Dollarimiz ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketamiz. 1 million 219 ming so'm bo'layotgan 100 dollarimiz. Hurmatli kuzatuvchilar. 5,5 millionga emas, 53 ga. Aka 10 million pul berardim bu gap biz aytganda. Ziyon qilibdi mana bu. Endi bu yoqqa gap kelaveradi, ko'taramay qoladi. Salom bilan bering. Ne aka, picha mesha qo'yishlar. Aka bu odamlarning gapini olmasangiz siz bozorda nima qilyapsiz? Bu ham ertaga qo'yib qo'yishdingmi? Aka 10 million pulim olib chiqdi. Aka sal xayrli qiling. Aka bunday aka bunday gap aytaman akalar. Avvaliga so'ramoqda o'z akalar agar yo'q desa agar bola bola mana qo'shyapsiz aka bitta xonasini olib keloni 3 mingga yettasi kim o'lib qoldi oling hozirga bo'lsa kimdan olib keladi sanchilar sotolmaysizmi sotolmaysizmi Sanmisiz? Emas. Siz 5 million olganingiz, Allohga ayon o'zingizga ayon. Sanchilar 5 million 355 million gap oling. Aka, gapni oling. Meni gapni oling. Boshimda otam bo'lsa, uyga chiqsam, qolishadi. Albatta, to'g'ri. Boshqa savol qilib qo'shib qo'ying. Ziyon ko'ryapsiz, men ziyon ko'ryapman. Men aka buni pulini hozir kelmaydi aka. 5 million bozorda 5 million 150 ming so'mga ko'tarildi. aka. Ganiga berasizmi, bermaysizmi? Ber bola. Borbar aka bering. Aka eshitmayman hattasini. Bo'ldi aka, gapi. 5 million 350 ming so'mga pattasini to'lab olib ketishar akalarimiz. Mana. Barakasi bo'lmadi. Aka beraman. Akamiz aytganidek Benjamin aka nazar beradi. Benjamin. Zo'r. Xayrli siz akamda. Hurmatli kuzatuvchilar, boqma qo'chqorlar, naslli qo'chqorlar tarafdagi videolarimiz shu yerda tamomlaymiz. Bugungi videolarimiz shuning bilan tamom bo'ldi. Bizni kuzatib turgan aka-ukalarimizga rahmat aytamiz. Ketgan vaqtinglarga rozi bo'libsizlar. Sizdan chiroyli like'larni bosib, keyingi videolarimizda ko'rishguncha deb qolamiz. Xudo xolasa, jonlilar Allohga omonat. Yaxshi kunga ko'rishaylik.